Assalomu alaykum aziz olotinlar, hurmatli tumandoshlar, kechamiz yig'ilgan aziz mehmonlar. Bugun kuni kecha bo'lib o'tgan 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul kuni va albatta bugungi hosil bayramiga tashkil qilingan konsert dasturiga xush kelibsizlar. Barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holatda kechamizni konsert dasturimizni boshlaymiz. Albatta konsert dasturimizni boshlashdan oldin aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar, ozgina diqqat qilasiz. Hozir O'zbekiston Respublikasi madhiyasi yangraydi. Marhamat. Olot tuman hokimi Nargiza Negmatova Isamidinovaga navbatni beramiz. Marhamat. Guldiroz va davomiy qarsakiylar bilan. Kimdir xushnut davlatining dong'i bilan, kimdir sarxush ibodatli tongi bilan. Odam aziz o'zdagi ongi bilan. Xush niyat qil. Dilda bo'lsin. Tilaganing eng avvalo elda bo'lsin. O'z yeringni yomon desang yaxshing qani. Qadriga yet, tuprog'ini o'p. Shu makonni, shu vatan-ku aziz qilgan. Sanu mani qadriga yet. Tuprog'ini o'p, dala-dashta cho'lda bo'lsin. Eng avvalo xut baraka, tinch omonlik elda bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qadrli olotliklar. Mana hozir hammamiz birgalikda g'urur va iftixor bilan O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasini kuyladik. Bu bizning g'urur iftixorimiz, davlatimiz ramzi. Bugun mana shu madhiyamiz butun dunyoda yangrayapti. Bizlar o'zimizning olib borilayotgan davlatimiz tomonidan islohotlar natijasida sport sohasida ham, fan sohasida ham, boshqa yutuq, harbiylar sohasida ham bugun mana shunday bayrog'imiz, madhiyamiz yangramoqda. Ertaga 10-dekabr kuni davlat madhiyasi qabul qilingani. Kecha 8-dekabr hayotimiz xomisi
baxtli va farovon hayotimizning kafolati bo'lgan, poydevori bo'lgan konstitutsiyamizning qabul qilingani va albatta qishloq xo'jaligi xodimlari va bugungi hosil bayrami siz olotliga muborak bo'lsin. Bular hammasi biz uchun, inson qadri uchun qabul qilingan eng asosiy me'yori hujjatlar va qarorlar hisoblanadi. Bugun qishloqdagi dehqonlarimizning, fermerlarimizning, chorvador mexanizatorlarimizning, agroklasterlarimizning mehnatini aytib o'tmasak bo'lmaydi. Chunki ular bizlara hammasi rizq, baraka yaratib beryapti. Mana shu eng asosiysi, dunyodan nima tilaymiz? Birinchi tinchlik, omonlik tilaymiz. Ikkinchi dasturxonimizga, xonadonimizga baraka tilaymiz. Mana shu dasturxonimizga, xonadonimizga baraka berayotgan bugun qishloq xo'jaligi xodimlari bilan hammalaringizni yana bir bor chin yurakdan muborakbod etaman. Bizlarning dehqonlarimizga yaqindan yordam bergan tashkilotlarimiz bor. Bu maktabgacha ta'lim tashkiloti terimchi ayollarimizning farzandlariga yaxshi qarab parvarishlab beryapti. Bu sog'liq saqlash xodimlari, bular bizlarning sog'lig'imizni muhofaza qilyapti. Bu ABMK tashkiloti. Bu ABMK tashkiloti butun viloyatda suv yetishtirib beryapti. Ikkita viloyatda Navoiygacha. Va albatta bular o'zining transport xizmati bilan bugun mana shu hasharchilarimizga yaqindan yordam berdi. Ularga tashakkur bildiramiz. Barcha soha vakillari, hamma soha vakillari bugun yilning sarhisobi desak ham bo'ladi, yil davomida juda yaxshi ishladi. Juda yaxshi mehnat qildi va bugun mana shu mehnatning nashidasini suradigan payt keldi. Yana bir gap aytmoqchiman. 5-dekabr kuni muhtaram prezidentimiz o'zlari start berdilar. Mana 250 megavatlik quyosh elektr stansiyasi, yonida 63 megavatlik akkumulyator bilan 273 million dollarlik loyiha ishga tushdi. Uning yonida Hamza 1, Hamza 2 inshootlar ishga tushyapti. Yanada bizlarning dehqonlarimizga, xalqimizga suv yetishtirish uchun, elektr energiyani tejash uchun katta imkoniyatlar yaratdi. Men avtobus tashkil etib marshut etaman bu terimchilarimizga, bugungi ishtirokchilari. Xudo xolasa Qirlishon juda katta shahar, industriya shahriga aylangan. Nasos stansiyalari, quyosh elektr stansiyalari kelajakda bundan ham katta loyihalar etib, mana shu loyihada bir necha yildan buyon bizning olotlik fuqarolarimiz, olotlik xalqimizning minglab xodimlar mana shu yerda faoliyat ko'rsatib, dasturxoniga baraka kirdi. Mana shu qurilishlarda ishlagan mehnatkashlarimiz ham bugun o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Keling, hammalaringizni yana bir bor bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Mana shu eng faol qatnashgan, bizlarning yonimizda yaqin bo'lgan bir nechta xodimlarimizni taqdirlamoqchiman sizlarning ishtirokingizda. Sizlar bundan ham kattasiga hammalaringiz loyiqsizlar. Lekin ozozdan sizlarga ham yetib boramiz. Hozir eng asosiysi sizlarga sog'lik, omonlik, xonadonlaringizga qut baraka, yaqinlaringizning salomatligi. Mana shu pilladan olgan daromadimiz 7,5 milliard mablag' olindi. 7,5 milliard 1857 xonadonga kirdi. Paxtadan yaxshi daromad olindi. 60 milliardga yaqin terimchilarimizning uyiga pul kirdi. G'alladan yaxshi daromad olindi. 40 ming tonnagacha fermerlarga o'ziga qoldi. 15 ming tonnadan ortig'ini davlatga topshirildi. Mana shu baraka faqat sizlarga topgan daromadlaringiz yaxshi kunlaringizga buyursin. Farzandlaringizning o'qishiga, yutuqlariga, sport sohasida, fan sohasida, barcha sohalarda, madaniyat va san'at sohasidagi yutuqlaringizga, to'y tomoshayu
yaxshi o'ylar qurib, chiroyli yashash uchun buyursin deb qolaman. Yana bir bor bayramlaringiz qutlug' bo'lsin, aziz olotliklar. Gulduros qasiylarni chalib qo'yasizlar. Albatta, tumanimiz baxtiga siz ham har doim sog' omon bo'ling. Rahmat. Aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar, bugun Olot tuman qishloq xo'jaligi rivojiga qo'shgan hissalari uchun bir qancha mehnatkashlarimizni taqdirlash marosimini albatta birgalikda o'tkazib olamiz. Shunday ekan, fidokorona mehnati, boy bilim va tajribasi bilan tumanimiz qishloq xo'jaligi rivojiga munosib hissa qo'shganligi uchun G'ayirov Husniddin Murodovichga Olot tuman hokimligi nomidan minnatdorchilik izhor etiladi. Marhamat. O'zing tashna etding, o'zing suv tutding. Qalbimdagi sahrom, daryomsan xalqim. Seni seva men boyib ketdim. Dunyo ichra topgan dunyomsan xalqim. Hali bor oldimda o'tmagan burchim. O'tayman ko'zimda tirik tursa nur. Umrimdagi barcha fasllar uchun o'ziga bek xalqim, olotliklar, sizga hammalaringizga tashakkur. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan viloyat vakili O'rinov Hamza Shasidinevichni davramizga taklif qilamiz. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan tuman hokimi o'rinbosari Jumayeva Nasiba Davlatovna taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan tuman hokimligi bosh mutaxassisi Sadiqov Albert tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan tuman o'simliklar karantini va himoyasi bo'limi boshlig'i o'rinbosari Quliyev Shukurullo akamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan tuman qishloq xo'jaligi bo'limi mutaxassisi To'yliyev Rahmatullo akamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan tuman qishloq xo'jaligi bo'limi mutaxassisi Shomurodov Sherzod akamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan buxgalteriya markazi rahbari Said Niyozov Ixtiyor akamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Olot tuman davlat o'rmon xo'jaligi mutaxassisi Ro'ziyev Mamatjon akamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Olot tumani davlat o'rmon xo'jaligi muhandisi Shoyev Mahmudjon akamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan tuman ichki ishlar bo'limi xodimi Sattorov Sobirjon akamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan tuman suv yetkazib berish tashkiloti xodimi Yusupov
Shermat akamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Navoiy hudud rahbari Jaliyev Abdusalom akamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Fayzulloh Xo'jayev hudud rahbari Xudoyberdiyev Olimjon akamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Qirlishon hudud rahbari Temirov Doston akamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Chorvoq hudud rahbari Rasulov Sadriddin akamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Paxtakor hudud rahbari Ergashev Sobirjon akamiz ham taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Sharq Yulduzi hudud rahbari Alloqov Zokirjon akamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Oqoltin hudud rahbari Hamroyev Omon akamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Amudaryo hudud rahbari Boboyev Narzulla akamiz ham taqdirlanadilar. O'zbekiston hudud rahbari Polvonov Ismoil akamiz ham tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Guliston hudud rahbari Hamidov O'ktam akamiz ham taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Zarafshon hudud rahbari Sharipov Abdulla akamiz ham taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Olot tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Tashev Umid akamiz ham taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Qirlishon mahalla fuqarolar yig'ini raisi Choriyev Rustam akamiz taqdirlanadilar. Bayot mahalla fuqarolar yig'inidagi xotin-qizlar faoli Ahmedova Mastura opamiz ham xuddi shunday tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan avtobus haydovchisi Imomov Mehriddin akamiz tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Amu Buxoro mashina kanali paxta terim otryadi rahbari Xoliqov Odiljon akamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan obodonlashtirish paxta terim otryad rahbari Kananova Irina taqdirlanadi. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'imi paxta terim otryad rahbari Jumayeva Zarifa opamiz taqdirlanadilar. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Ma'rifat mahalla fuqarolar yig'ini paxta terim otryad rahbari Hamroyev Orifjon akamiz taqdirlanadilar. Navro'z mahalla fuqarolar yig'ini paxta terim otryad rahbari Hasanova Hamida opamiz tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Oqoltin mahalla fuqarolar yig'ini paxta terim otryad rahbari
Xotamova Nilufar opamiz tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Paxta terim otryad rahbari Karimova Gulshoda opamiz ham tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Burjoq mahalla fuqarolar yig'ini Nuroniylar kengashi raisi Arabova Gavhar opamiz ham tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Dilkor mahalla fuqarolar yig'ini paxta terim otryad rahbari Pirnapasova Bekmurod. Pirnapasov Bekmurod akamiz tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Paxta terim otryad rahbari Avezova Shamsiya momamiz ham buvimiz ham tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Paxta terim otryad rahbari Pirmatova Mavluda opamiz ham tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Nasriddin bobo fermer xo'jalik rahbari Avezov Bayram akamiz tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Islom fermer xo'jalik rahbari Zulfiqorov Erkin akamiz xuddi shunday tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Shukurlo O'rinov fermer xo'jalik rahbari O'rinov Ikrom akamiz xuddi shunday tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Hazrat Cho'liyev fermer xo'jalik rahbari Cho'liyev Valibek akamiz xuddi shunday tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Barakali zamin ziynati fermer xo'jalik rahbari Mehmonova Munisa opamiz ham tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Davlat Murod fermer xo'jalik rahbari Jabiyev Sobir akamiz tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Yusuf Maqsum fermer xo'jalik rahbari Maqsumov Yo'ldoshjon akamiz ham xuddi shunday tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Karim Rahim fermer xo'jalik rahbari Rahimov To'ymurod akamiz ham xuddi shunday tashakkurnomalar bilan taqdirlanadilar. Kamronbek Saxovati fermer xo'jalik boshlig'i Ravshanov Jasurbek akamiz ham tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Qozoq bobo fermer xo'jalik boshlig'i Polvonov Erkin akamiz ham tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Huzur mehmonlar, tashakkurnoma emas, ko'krak nishoni bilan taqdirlanadilar. Mamatqul Chori fermer xo'jalik boshlig'i Choriyev O'tkir akamiz ham xuddi shunday ko'krak nishoni bilan taqdirlanadilar. Pulot Ochil fermer xo'jaligi boshlig'i Ochilov Farhodjon akamiz ham xuddi shunday ko'krak nishoni bilan taqdirlanadilar. Saida Ahmedova fermer xo'jaligi boshlig'i Ro'ziqulov Islomjon akamiz ham xuddi shunday ko'krak nishoni bilan taqdirlanadilar. Barakali zamin ziynati fermer xo'jaligi boshlig'i Po'latov Maqsudjon akamiz ham ko'krak nishoni bilan taqdirlanadilar.
Hasan bobo Shohrux fermer xo'jalik boshlig'i Qulliyev Murodjon akamiz ham xuddi shunday ko'krak nishoni bilan taqdirlanadilar. Barcha taqdirlangan fidoyi xodimlarimizga alohida o'z minnatdorchiligimizni, tuman hokimligi tomonidan alohida o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Guldiroz qasinglarni chalib qo'yasizlar, hurmatli mehmonlar, xonimlar va janoblar. Aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar, kechamiz mana shunaqangi ko'tarinki kayfiyatda davom etar ekan. Barchaga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Konsert dasturimiz davom etadi. Olot tumanidagi katta bayot mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi nuroniy insonlarimizdan birlari Olot tuman hokimimizga va albatta tumanimiz uchun bir chiroyli she'r yozgan ekanlar. Mana shu she'rni hozir Olot tumanidagi ko'zga ko'ringan san'atkorlarimiz qo'shiq tarzida mana shu she'rni tayyorlashgan ekan. Shunday ekan, hozir navbatni ularga beramiz va mana shu taronani hammamiz birgalikda maza qilib tinglaymiz. Shunday ekan, sahnaga kechamizni aziz san'atkorlari Allayev O'lmasjon hamda Gadoyev va Feruzaxonlarni davramizga taklif qilamiz. Marhamat, ular tomonidan ajoyib bo'lgan taronani tinglaymiz. Assalomu alaykum. Barchalaringizga bayram muborak bo'lsin. Sarhadiyu sahrolaring bag'rida kundan kunga yashnab chiroy ochgaysan. Osmon upar binolarni yaratib kundan kunga elga mehring sochgaysan. Chiroyingga ko'z tegmasin olotim, rivojingga ko'z tegmasin olotim. Chiroyingga ko'z tegmasin olotim, rivojingga ko'z tegmasin olotim. Chiroyingga ko'z tegmasin olotim, rivojingga ko'z tegmasin olotim. Tunda yongan mash'aladek porlaysan, bir kelganni yana qayta chorlaysan. Qora ko'lga berib hayot suvingdan do'stligimiz rishtalarin bog'laysan. Qora ko'lga berib hayot suvingdan do'stligimiz rishtalarin bog'laysan. Chiroyingga ko'z tegmasin olotim, rivojingga ko'z tegmasin olotim. Chiroyingga ko'z tegmasin olotim, rivojingga ko'z tegmasin olotim.
kunduz sen haqingda qayg'urgan nargizadek ishonchli do'st taxting bor. Chiroyingga ko'z tegmasin olotim, rivojingga ko'z tegmasin olotim. Chiroyingga ko'z tegmasin olotim, rivojingga ko'z tegmasin olotim. Davlatingga, tinchligingga ko'z tegmasin olotim. Barchalaringizga bayram muborak bo'lsin. Rahmat. ای جانم آمدان رنگ برر یاقوت گهم اون لب خندانین سنین تن برر شکر گهم لالس خندانین سنین yok durur huru melekten sendeki nazuk beden sendeki bu kadd kamet çeşmi fettanin senin bir kase gülab birgin hanım ey hanım derdimge deva birgin hanım ey hanım Sen kulağım bergin hanım ey hanım derdimge davo bergin hanım ey hanım bunca zaruna olan eytesen ey hanım bunca zaruna olan eytesen ey hanım bas binge cevap ver ey hanım ey hanım bas binge cevap ver ey hanım ey hanım bir kase gülab bergin hanım ey hanım derdimge davo bergin hanım ey hanım Sen kulağım bergin hanım ey hanım derdimge davo bergin hanım ey hanım Men kesem eğer lablerin xandon olsun Men kesem eğer lablerin xandon olsun Qandu asalu navotar arzon olsun Qandu asalu navotar arzon olsun Bir kose gulab bergin hanım ey hanım derdimge davo bergin hanım ey hanım Sen kulağım bergin hanım ey hanım derdimge davo bergin hanım ey hanım Sen o'zing güzel gullarning rayhoni mayli bo'l oyuzli jonlar jononi Sen o'zing güzel gullarning rayhoni mayli bo'l oyuzli jonlar jononi Har kecha ishqingda kuydim uyondim man neta husnu ro'yingga fidoman jonim Sen o'zing güzel gullarning rayhoni mayli bo'l oyuzli jonlar jononi Dardingni olay ey sho'xi jononim ey kesang agar kulbamga aziz mehmonim Sen o'zing güzel gullarning rayhoni mayli bo'l oyuzli jonlar jononi Sen o'zing güzel gullarning rayhoni mayli bo'l oyuzli jonlar jononi Sen o'zing güzel gullarning rayhoni mayli bo'l oyuzli jonlar jononi Ey dilbarim qaddi basti sarvi qomat man oshig'ingga kulib boqsa ushoyat Ey dilbarim qaddi basti sarvi qomat man oshig'ingga kulib boqsa ushoyat qalbimdan unga tutarmidim guldasta so'zlar o'rniga jonim bo'lsin payvasta Ey dilbarim qaddi basti sarvi qomat man oshig'ingga kulib boqsa ushoyat u yorimning qo'llarida gullari bor bog'ida xonish qilar bulbullari bor Ey dilbarim qaddi basti sarvi qomat man oshig'ingga kulib boqsa ushoyat Bir kosa gullob bergin xonim ey xonim dardimga davo bergin xonim ey xonim Bir kosa gullob bergin xonim ey xonim dardimga davo bergin xonim ey xonim Bayramlar muborak bo'lsin qani. Kayfiyatni ko'taramiz. Hey! Kayfiyat yaxshimi?
Salomat bo'ling, rahmat. Yo'q. Qarsaklar bo'lsin bitta guldiroz qarsaklar. Kayfiyat bayramona bo'lsin. Mehmon san'atkorlarimiz tashrif buyurishgan. Hozir mehmon san'atkorlarimizni davramizga taklif qilishdan oldin sizlardan bitta narsagina iltimos qilmoqchi edik. Mana shu mehmon san'atkorimizni Olot tumani qanaqa mehmondo'st ekanligini bilishlari uchun guldiroz va davomiy qarsaklarni chalib turasizlar. Kelishdingmi? Tayyormisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Bo'lmasam, bugungi Olot tuman hosil bayramiga tashrif buyurgan mehmon san'atkorimiz sizlar uchun ham, bizlar uchun ham qadrli bo'lgan san'atkor, xushovoz xonanda Xorazm bulbuli, esratamizda yorqin vakillaridan biri, Nihol mukofoti sovrindori, sizlarni bitta guldiroz va davomiy qarsaklar bilan Bunyodbek Saidov janoblari, marhamat. Assalomu alaykum Xorazmdan Olot eliga. Chap tomon. Zo'r. Rahmat. Assalomu alaykum aziz buxorolik olotliklar. Assalomu alaykum aziz otalarim, onalarim, opa-singillar, akalar, do'stlar. Hammangizga chiroyli kunlar, chiroyli bayramlar muborak bo'lsin. Bugungi bayramni chiroyli bo'lishiga, zo'r bo'lishiga va bizni ham shu Olot eliga tashrif buyurishimizga sababchi bo'lgan insonlarga, ayniqsa Nargiz opamizga chiroyli qarsaklar va rahmatlar bo'lsin. Sog' bo'ling ilohim. Hamisha shu elni xohishini bajarib, shularning kayfiyatini ko'taradigan bayram tadbirlarda ustozlar va bizlarni taklif qilib yuring ilohim. Sizga kuch-quvvat. Bayram muborak bo'lsin. Tashkilotchilarga, ichki ishlar xodimlariga, mana shu sahna ustalariga, Jamil akam boshchilik hamma konsertga hissa qo'shganlarga bir chiroyli qarsak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Hali konsertimizni yangi konsertimiz tugagani yo'q. Hali bizda kayfiyati bor, charchoqi bor. O'shaning uchun poytaxtda ko'pchilik konsertimizga kira olmadi. Mana birinchi bo'lib Buxoro Olotga tashrif buyurdik. Konsert qilamiz bugun, yangi qo'shiqlarni ijro qilamiz. Hammaning kayfiyati zo'rmi? Ana endi Anjirdan boshimizmi, yangisidan boshimizmi? Onasi bilan kelganlar bormi? Onajoni bilan kelganlar. Qani kim onasi bilan yonma-yon turibdi? Qizlar, kuyovlar, kelinlar, o'g'illar. Qani onasi bilan kelganlar, onajonlar. Sizlar uchun maxsus yangi qo'shiq ijro qilamiz. Raqsga tushiradigan. Tayyormizmi? Ketdik. Zo'r duo qilyaptilar. Xush keldingiz deb turibdilar. Ayniqsa ichida loppilar ham bor ekan. Ana loppilar. Qorachadan kelganlar ham bor, Qorachadan chokolad onalarimiz, opa-singillar uchun uzumsan, izidan qaymog'im, do'mbog'im. Ana izidan yosiz keling, yo men boray. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Qora ko'zlaringdan, ko'k ko'zlaringdan deganni aytamiz. Xo'p, uni izidan loppi keyin anjir nima aytamiz? Bo'ldi, mana akalar anjirni so'rayapti. Anjir yoqadi akalarga. Demak, hozir uzumsan. Ha! Hey! Raqsga tushamiz. Ey amin boray! Hey! Katta rahmat olotliklar, ming rahmat. Mana pullarim qo'limda qolib ketdi deb qis qilib turganlar. Xudo xohlasa ularni olishgali kelamiz. Hali alohida konsertimizni niyat qildim hozir, chunki juda ham ko'p inson rasmga tushmoqchi, raqsga tushmoqchi, imkon qadar rasmga tushib, raqsga tushib chiqdim. Qo'limda qolib ketdi deyapsizlar. Xudo xohlasa tursin, nasib qilsa alohida tadbirga chaqiradi Nargiz opam, mana Jamil akam. Ana undan keyin konsert qilishni ham niyat qildim, o'zim taklif qilaman. Xudo xohlasa, tashkilotchilar zo'r chiqsa, shu yerda alohida yana konsert qilamiz. Bayram muborak bo'lsin. Shunday bayramlarni ko'pi bo'lsin Olotda. Zo'r san'atkorlar kelsin va orasida biz yana kelish nasib qilsin.
Hammangizni topganingizga Alloh baraka bersin ilohim. Nabira to'y, farzand to'ylarini qilinglar. Hammangiz uyingizda to'y bo'lsin. Endi bu bayram konsert dasturi shu sabab bizga berilgan vaqtdan ozgina oshib ketdik, chunki kayfiyatimiz zo'r edi. Ana endi navbat konsert tashkilotchilariga. Hammangizga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Eshitmay qolganlarga keyin yana kelamiz konsertga, xudo xohlasa. Rahmat. Hokim buva rahmat. Hammangizga rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.